kefir qolib ketsa, faqat pirog tayyorlayvermasdan, albatta shu pechonyedan ham tayyorlab ko'ring. Ham yumshoq, ham mayin, og'izda erib ketadigan. Katta-yu kichikka birdek yoqadigan pechonyemizni bugun birga tayyorlab ko'ramiz. Bu uchun bizga 1 stakan qatiq, bitta tuxum, 1 chimdim tuz, 3 osh qoshiqda shakar. Agar siz shirinroq xohlasangiz, 5 osh qoshiq solsangiz ham bo'ladi. 1 choy qoshiq razexritil, yarim choy qoshiq vanilin, yarim piyola o'simlik yog'i solib, birrov mikser qilamiz va 3 piyola uni elakdan o'tkazib, yumshoqqina plastilinga o'xshash xamirimizni qorib olamiz va 15 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. 15 daqiqadan so'ng xuddi yong'oq kattaligida bo'laklarga bo'lib, dumaloq shaklni berib, shakarga yoki saxarli pudra, ya'ni shakar kuniga botirib, uni shu shaklda kesib chiqamiz. Siz xohishingizga qarab shakl bersangiz ham bo'ladi. 180 gradusga 35 daqiqaga tepa pastni yoqqan holatda pechga yuboramiz. Bir zumda oddiy masalliqlardan shunaqangi mazali, chiroyli bo'lgan pechonyelarimiz tayyor bo'ldi. Agar siz ustini pishirishdan avval shakarga belab olgan bo'lsangiz, pishganidan so'ng saxarli pudra sepishingiz shart emas. Shunaqangi mazali pechenyemiz tayyor bo'ldi. Iftorlikda yaqinlaringizni xursand qilish uchun albatta tayyorlab ko'ring va menga obuna bo'lishni unutmang.